holidan bekaning tahdidli baqirayotganini eshitdi va seskanib uyg'ondi. Beka ayolni ismiga fohisha so'zini qo'shib vaysardi. Ayol sakrab turdi va tashqariga otildi. Hozir biror bir falokat yuz berishidan eti o'chdi. Bekani fe'li juda chars edi va uni qiladigan muomalasidan zolim erkakni nafasi ufurardi. Uni tajovuzkor va hatto yirtqich desa bo'lardi. Uning yuzidan doim qahr yog'ilar, shkafni eslatuvchi besunaqay gavdasi hamda go'shti osilib qolgan qip-qizil taramlanib ketgan turqi odamga noxush kayfiyat uyg'otardi. Sadrni shimini nega dazmollamading, yuviqsiz? Chinqirardi beka. Bu arzimas ishni sen kecha qilishing kerak edi. Ayol beka qarshisida titrab turardi va shoshgancha javob berdi. Xudo haqqi, jahlingiz chiqmasin Mulkiya xonim, dedi titrab. Men kecha dazmollab qo'ymoqchi edim. Kiyimlar hali qurimagan edi. Bekani jazavasi tutdi. Gap qaytarma isqirt yaloqi, dedi va ayolga chetda turgan supurgini otdi. Tezroq bo'l, yaramas. Hali mollarni toqqa haydashing kerak. Bekani gapidan ayol seskanib ketdi. Nima ish bo'lsa ham mayli, faqat toqqa emas. Sadri ayolning yolg'iz arzandasi edi. Uni yaqinda to'yi bo'lgan. Kelin kuyov peshingacha uxlashadi. Kelin hatto erni ust boshi tugul paypog'ini ham yuvmas, kirchirlarni tog'oraga tashlab ketardi. Bekaning bir paytlar suqsurday eri bor edi. Qandaydir kelganda yoshgina juvon erini boshini aylantirgani va eri besunaqay hamda johil xotinidan qutulish uchun shuncha yiqqan davlati va uy joyini tashlab o'sha yosh juvon bilan ketib qolganini ayol eshitgandi. Shu sabab beka ayol zotini otgani o'qi yo'q. Ayniqsa xizmatida yurgan va kelganda hisoblangan shu ayolni ham jini suymas. Baring bir go'r, arzimas chaqaga tanangni pullashga tayyorsanlar deb vaysardi. Xonadonning oxiri ko'rinmas yumushlari, mol qo'ylarga, boquvdagi novvoslar, tovuqlar, otlar, kuchuklar, bari-bariga qarash, ularni tagini kurash, yemish berish, uy tozalash, katta hovlini supurib sidirish, ovqat tayyorlash. Bular yetmaganday dardisar kelin kuyovlarning kiyim-kechaklarini yuvish, dazmollash, poyabzallarni moylash va boshqalardan ayolning tinkasi qururdi. U hammasiga tishini tishiga qo'ygancha chidashdan boshqa iloji yo'q edi. Beka yaqinda molboqarni ishdan haydagandi. Molboqar 40 chiqib chiqmagan yigit bo'lib, mol boqishdan tashqari hovlidagi gul va ekinlarga qarar, parvarish qilardi. Ishdan haydash sababini ayol eshitish yoki birortaga gullab qo'yish nari tursin, xayolidan kechirishga ham qo'rqib ketardi. Molboqar qo'shni xonadonning cho'risiga ko'ngil qo'ygan. Keyin bekaning qopxonasiga kirishdan bosh tortgani bunga sabab bo'lgandi. U qo'shni ayolning ko'chadagi guringidan tasodifan eshitib qolgan. Molboqar qo'lgach, mollarni Araratning yonbag'ir o'tloqlariga boqib kelish ham ayolni zimmasida edi. Bu ish ayol uchun o'sha mudhish voqeadan keyin hammasidan ham qo'rqinchli edi. Ayol buni dahshatli fojia bilan yuzlashish deb qabul qilardi. Ayolning nonushta qilish vaqti belgilanmagan. U ish qila turib, biror narsa tanovvul qilar. Uyquga oz bo'lsa ham vaqtni uzaytirish umidida shu qadar ko'p ter to'kardiki, buni evaziga u ishlarni zo'rma-zo'r yarim tunda yakunlay olardi. Ayol kunduzgi betini mehnatdan keyin juda charchardi. Biroq tunlari ruhidagi va jismidagi og'riqlar uni shirin uyqudan mosuvo qilardi. Afsus va alamdan ko'zlaridan tirqirab yosh oqardi. Yurt sog'inchi ayol qalbini kundan kunga yemirar. Endi u armonlarning qora ko'lankasi ichida uzoqlarda qolgan vatanini eslardi. U turmush o'rtog'iga ko'ngil qo'ya olmagandi. U er degan mardumni ko'rkam va xushbichim, toparman tutarman, yulduzni benarvon uradigan bo'lish kerak deb xayol qilardi. Uning eri bor yo'g'i bozorda arava tortardi. Ayol bundan har zamon orlanar, aksariyat erning xohishlariga qarshi borardi.
Erining olib kelayotgan arzimas pullarga qanoat qilmasdi. Uyda uning kir-chirlarini yuvib, barakasi yo'q ro'zg'orga beka bo'lib o'tirishni xohlamasdi. Bozorda meva sotish uchun joy oldi. Ayol durkund va chiroyli edi. Shu sabab aksariyat sho'xchan erkak zoti meva olish bahonasida unga gap tashlamasdan o'tmasdi. Va ayol bundan o'zini bahosi ancha yuqoriligini bilar va kibrlanar, noz-firoqni oshirardi. Ayolni bozorning xo'jayini ko'z ostiga olgandi. Ayol ham bu inoyatdan bahramand edi. Ayol o'zicha baxtli yashar, bozor xo'jayinidan sovg'a olgan kunlari esa toliyaga beadad shukrona aytardi. Uning kundan kunga nafsi hakalak otar, ko'proq va qimmatroq sovg'a olish ilinjida yonardi. Keyingi kunlar boyvachchasini jonidan to'ydirayotganini sezsa-da, nafsini jilovlay olmasdi. Bir kuni bozor xo'jayini xonasiga chaqirdi. Xonada uni bozor xo'jayini emas, ko'rkam, qimmatbaho kiyimdagi o'rta yoshlardagi ayol qarshiladi. Ayol tilla-yu zarga belangandi. Ayol uni o'z jigarini qarshilagan kabi aylanib o'rgildi. Uning suluv chehrasini maqtadi. Ular ancha gaplashdi. Ayol uni tushlikka shinam va bejirim tamaddixonaga taklif qildi. U yerda ayol haqiqiy hayot to'g'risida, jannatiy bog'lar haqida uzoq gapirdi. O'zga go'yoki o'sha jannatda ochilgan eng sara gullar kabi tutdi o'zini. Bozorchi ayol ham suhbatiga havas qildi. Unga ergashgisi, ayol kabi ravza gullardek yal-yal yongisi keldi. O'sha kuni u o'z qo'llari bilan pasportini ham suhbatga tutqazdi. Bozorchi ayolni aeroportda kutib olgan xushsurat yigit uni hashamdor xonadonga olib keldi. Ayol badavlat bir bekaning yumushlariga qarashib turish kerak bo'lardi. Buni evaziga mo'maygina maosh belgilangan ham edi. Ayol shu xonadonga kelganiga 6 oy bo'ldi. U cho'ri va baxtiqaro xizmatkorligini allaqachon anglagandi. Bu yerda uni inson sifatida ko'rishmasdi. Mashaqqatli mehnati evaziga bekasidan tahqirli gaplar eshitardi. Maosh degan narsani o'ylashni o'zi aqlsizlik edi. Aeroportdagi yigit uning pasportini uy bekasiga berayotganini u ko'rgandi. Xonadondagilar, ayniqsa Mulkiya xonim xuddi erini uydan ketganiga dunyodagi barcha ayollar aybdordek, uni bu yerlarga tanangni sotib, pul ishlashga kelgansan deya yuziga solgan edi. Bu malomat ayolning haqir kechmishlarini yanada qabohat botqog'iga botirar va ayolning nazarida bu erkak hayot uning sho'r peshonasiga abadiy muhrlangan edi. "Hoy, ko'rinish bersang-chi, qayerdasan?" Yuqori qavatdan dedi Mulkiya xonim. "Ishlaringni epladingmi? Endi mollarni toqqa hayda, peshingacha o'tlatib kel." Kirxonada kelin-kuyovlarning kiyimini yuvayotgan ayol sapchib tushdi. Oyog'i qaltirab, bo'shashib qoldi. "Yolvoraman xonim, meni u yoqqa yubormang. O'g'lingizning huzurini ko'ring, Xudo yarlaqasin sizni." demoqchi bo'ldi, biroq tunov kungi yegan kaltak izlari uni hali badanidan ketmagan, simillagan og'riqlari bosilmagandi. Ayol tanasida o'sha og'riqni yana tuydi va nafasi chiqmay qoldi. Ararat etaklari ser o't edi. U shu yerlarda ozroq bo'lsa ham dam rostlash mumkin deb o'ylagandi. Quyroqdan katta asfalt yo'l cho'zilib yotardi. Ayol shu yo'ldan yurtiga borsa bo'lishiga o'ziga ishontirdi. Qachondir pasporti qo'lga tegishi bilan ana shu yo'lga chiqishni o'ylardi. Ayol hech bo'lmasa elchixonaga shu yo'l orqali yetib olsa bo'lishiga ishondi. O'shanda uni yuragida umid uchqunlari yiltiradi. Mollarni adir bo'ylab yoydi va yana sarxush xayollar dengiziga cho'mdi. Nariroqda yoyilgan poda o'tlab yurar, ahyon-ahyonda podachining mollarni haydagan chanqirig'i eshitilardi. U hamon xayol surib o'tirardi. Qandaydir shovurdan sergaklandi va o'sha tomonga cho'chib qaradi. Shu mahal yoniga allaqanday barzangi erkak xalloslagancha yetib keldi. Erkak oldiniga unga suqi kirgudek tikildi. Keyin o'z lahjasida allanima deb iljaydi. Ayolga juda yaqin keldi. Barzangining so'yloq tishlari unga masxaromuz tirjayib turganini ko'rib, seskanib tislandi. Biroq
barzangi yovvoyilarcha tap tortmay ayolning qo'llaridan omburdek siqib ushladi. Ayol dahshatdan titrab ketdi. Erkakning muddaosi tayin edi. U ming urinmasin, bu davangirga kuchi yetmasdi. Yordam so'rab chinqirdi. Uning ovozlarini qalin butazor yutib ketdi. Ayol yana yordam so'ragancha baqirdi. Erkak qo'llari bilan ayolning og'zini qopladi. Nafasi tiqildi. Har qancha urinmasin, ayolning majozsiz qo'llari erkakning kuchli bilaklariga bardosh bera olmas. Tanasiga tushkunlik va charchoq sezar tinkasi qurib borardi. Erkakning kuchli mushlar zarbasidan gandiraklagancha yiqildi. Faryodi daraga singib ketdi. Voqeani Mulkiya xonimga yashirmay aytib berdi. Qorayib ketgan tanasini ochib ko'rsatdi. Xonimning unga rahmi kelishiga ishongandi. Bekasi hozirni o'zida o'sha it emgan cho'ponni axtartirib topishiga va uni albatta mahkamaga topshirishiga shubha qilmagandi. Biroq bekasi unday qilmadi. Ayolni o'ylaganlari bo'lmadi. Voqea teskarisiga aylandi. Sen megajinni o'zingdan o'tgan deya o'shqirdi Mulkiya xonim. Seni yurtingda kim ekanliging menga ayon. Mabodo hademay qorning do'mpayib qolguday bo'lsa, ko'chaga itdek haydayman suyuq oyoq. Ayol bir kun o'tib qo'shni cho'ri qizni yordami bilan o'ziga keldi. Mana, hozir uni yana majbur qilmoqda. Ko'r-ko'rona uni jahannamga yuborishga chog'lanmoqda. Oh, naqadar razillik. Ayol xonasi eshigini berkitdi va unsiz yig'ladi. Bekani yirt mushlab qarg'adi. Ayol kechagina yozgan xatini ichki cho'ntagiga soldi. Xatda ayovsiz qiynoqlar va hasratlar, yurtining sog'inchi, hokisor erini qumsayotganini yozgandi. Konvertning ustiga faqat o'z yurtining nomi va elchixonaga tegsin degan yozuv bitilgandi. Ayol bu gal butunlay boshqa yo'ldan borardi. Uning ko'ziga uzoqlarda g'imirlab yurgan allaqanday odamlar ham alamli yuragiga qutquv sola olmasdi. Ayol o'sha katta yo'l tomonga shoshilardi. U yo'l chetida turib, duch kelgan avtomashinaga qo'l silkirdi. Toqatsizlanar, ba'zida mashinalarni to'xtatish ilinjida yo'l yuzigacha chiqib borardi. Oldiga katta yuk mashinasi kelib to'xtadi. Ayol jon vahmida baland mashinaga chiqishga intildi. Haydovchi uni mashinaga chiqib olishiga yordamlashdi. Mashina kuchanib yo'lga chiqdi. Ararat qoyalari va quyuq o'rmon ayol ko'zidan xuddi kino lentasidek almashib borardi. Qayoqqa ketayotganini fahmlamas va haydovchiga ham bu haqida lom-lim demasdi. Hozir ayol uchun eng muhimi qayoqqa ketayotganini bilishdan ko'ra, qabohat ufurgan bu joylardan tezroq uzoqlashish edi. Tamom. Xulosa qilish o'zingizdan. Tinglaganingiz uchun rahmat.